Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Termiz shahri bilan Oltinsoyga bitta drabilka bilan stabilizator sotdik. Manzili Surxondaryo va Denov shahrida joylashgan. Bizga mana bunaqa original nima deydi? Drabilkalarimiz Xitoydagi vodiyda ishlab chiqarilgan, Namangan cho'sida ishlab chiqarilgan original drabilkalarimizdan bor. Makka sitkishlarimiz ham original variantlaridan kelgan. Mana bunaqa original motokultivatorlar kerak bo'ladimi? Dizel, benzinliklar. Manzilimiz Surxondaryo Denov shahrida, tepamizda Mebel City yozuvi tagida Unico magazin. Bizda mana bu 7 ot kuchi, 9 ot kuchi, 15, 18 ot kuchilik motokultivatorlarimiz ham bor. Shunaqa motokultivatorlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Hozir mijozimizga bu Muzravod Saidobod degan joyga Hashim brendini 45 dan ko'tarilgan 15 kilovatlik stabilizatorni jo'natdik. Mana egalariga xayrli bo'lsin. Mana bu akamizga esa Unico bizning brendimizda original drabilkalarida mana xudo xolasa ortib beryapmiz. Mana shu akamizga xayrli bo'lsin. Akajon salomat bo'ling, yaxshi ko'zga xizmat qilsin. Xudo xolasa kelaverasiz inshaalloh. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz inshaalloh.